Muhojiratda qiladigan 3 ish. Abduli Ayub. Muhojiratda har bir Uyg'ur o'zi, oilasi va kelgusi uchun qilishga tegishlik va qila oladigan 3 ishni 2017-yili 13-mart Abduxoliq Uyg'urning shahid bo'lgan xotira kunida o'ttirg'a qo'ygan edim. Oradan 3 yil o'tibdi. Men shahid bo'lgan peshkanlar, sho'r pishonliklar va ortiqcha avarishliklar menga bu üç işning her zaman haqiqatan muhimligini eskartdi. Şuna 3 yil burunqi tashabbusumning texmo muhimligiga ishonib turibdiman. Bugun shuni bir deb baqay, anglab baqaysizlar. Muhojiratda qilishga tegishlik birinchi ish tilni umumlashtirish. Bundaq deganlik o'zimiz turayotgan davlatning tilini va ingliz tilini umumlashtirishga qaratilgan. Biz muhojiratga mahkum bo'ldik. Hayotimiz yiltizsiz, qamg'aqdek ko'chish bilan ishning, turmushning keyindan qo'g'lab yetish bilan o'tadi. Ertaki ishimizning keyingi turmushimizning qayerda o'tishini haqiqatan bilmaymiz. Biz turayotgan mayli Turkiya bo'lsin, Gollandiya bo'lsin va yoki Belgiya bo'lsin, hech birining tili xalqaro til emas. Shu eldan chiqib ketsangiz ishlab ketmaydi. Ularning tilini bilish shu eldagi xizmat hayotimiz uchun muhim. Balalarning o'qishi uchun muhim. O'zimizning turmushi uchun muhim. Ammo ingliz tili mushularning hammini yig'ib kelsakmi muhim. Chunki ingliz tili bilsak, yuqorqi ishlarning hammini yerlik tilsiz qila olamiz. Bizning yerlik til va ingliz tilini bilmasligimiz farzandimizning, o'qituvchilarning va biz sig'ingan eldagi ma'murlarning oldida tilimizni tutuq qiladi. Hayotimizni ko'chmanlar orasidagi to'van turmushga band qiladi. Yerlik tilni o'rganish, yerliklarga aralashish, yerlik jamiyatga qatnashib, shularning orasidan nasibat tepib yeyish, o'zi turayotgan yerga urug' salganga o'xshaydi. Men bir ishqa hayron qoldim. Yevropada Uyg'urlarning hammasi degudek turkcha kanallarni ko'radi ekan, turklar bilan aloqa qiladi ekan, yoki shu yerlik ko'chmanlar orasida ko'proq faoliyat qiladi ekan. Bu bizning Yevropada yashab, Osiyoga urug' chachqanimizga o'xshaydi. Bu bizning yerlik tilni o'rganishimizga to'sqinlik qiladigan birinchi omil. Shuni unutmaslik kerakki, bizni qabul qilgan davlat bizga mablag' solgan. Bizning shu davlatning tilini o'rganganimiz, shularning tashkilot, jamiyat va faoliyatlariga qatnashganimiz shu elga va o'zimizga qaytargan javobimiz. Bu o'zimizning shu jamiyatga qaytarib solgan urug'imiz, solgan mablag'imizga barobar. Dunyoda termay oldigan usul yo'q. Siz Yevropada turib, turk filmlarini ko'rib, turk bozorlarida yursangiz, mablag'ni joyiga solmagan bo'lasiz. Agar mablag' solsangiz, kimga urug' chatsangiz, usulni shu yerdan olasiz. Muhojiratda qilishga tegishlik ikkinchi ish hunarni umumlashtirish. Bundaq deganlik bir qancha xil hunarni, kasbni va texnikni tanglab bilish degan so'z. Shuni e'tirof qilishimiz kerakki, mayli doktor muhojir bo'ling, o'lima ko'chman bo'ling yoki siyosiy muhojir bo'ling, jamiyatda o'rningiz hunarvanga yetmaydi. Chunki u chiqibla birni ikki qila oladi, xomni pishira oladi. Mana bu kimligingiz haqida qayta o'ylanadigan fursat. Qiladigan birinchi ishingiz hunar uchun o'qish. Siz o'qigan adabiyot, ilohiyat, falsafa, siyosat bu yerda oqmaydi. Biror hunarga bel bog'lab ish topmasangiz, shuni his qilsangizki, siz hunarsiz, ishsiz, yordamga tayinib qolgan, uydanmi chiqolmaydigan, sizga va bolangizga bergan qutqizishga tayinib qolgan bir keraksiz. Bu chog'da hunar qilsang hunar, odamga 72 xil hunar oz, hunarlik odam xor bo'lmas degan hikmatlarni qoldirib ketgan bovalarni sig'inish bilan esga olasiz. To'g'ri, hunar uchun o'qish kerak. O'qisangiz davlat yo'laydi. Ammo tunji talab til. Men umumlashtirishni talab qilgan birinchi bosqichni bosolmagan bo'lsangiz, o'qishga kirishda siz yadila qiynalib qolasiz. Turkcha so'zlab turklarning oshxonasida qonunsiz ishlash, davlatni aldab, ishsizlik yordamini qo'shib elish sizni to'van turmushga borgancha patiradi. Yolg'onning ustiga yolg'on rizqingizni qisqartadi. Yolg'onga xumor qiladi. Sizni texmo keraksiz qilib o'tadi. Muhojiratda qiladigan 3-chi ish fanni umumlashtirish. Bundaq deganlik har qaysi fanlardan to'liqsiz saviyani bo'lsa-mu bilish deganga qaratilgan. Siz boshlang'uchda o'qiyotgan bolangizning kitobini o'qib tushuna olamsiz, hisoblarni ishlay olamsiz,
savollarga yerlik tilda yoki inglizcha javob bera olamsiz? Bo'libmi, mushu viruslik kunlarda bolangizni uyda o'qitishda qiynaldingizmi? Cho'qim shundoq bo'ldi. Uningsizmi siz to'rlarda qaynayotgan davlat degan nima? Hukumat degan qandoq narsa? Davlat bilan hukumat birmi deganlarni bilolmadingiz. Ammo munozara qildingiz. G'arbda yashab turib, to'xtamay qurilib turayotgan surgundi hukumat, parlament, partiya deganlarga bilmay inkos yozib turyapsiz. Agar boshlang'uchda o'qiyotgan bolangizning ijtimoiy fan kitobini o'qib boqsangiz, bu hukmlarni talishib yurganlarga qarab yaqa tishlab qolasiz. Fanni bilsangiz, hikoya degan nima, tarixiy paket degan nima, tarix degan nima, adabiyot qandoq bo'ladi, din degan nima, qandoq mavjud bo'lyotidi deganlarni bilib qolasiz. O'qimay bilmaysiz, ammo doim tarix, adabiyot va din haqida bekor qolsangiz munozara qilib turasiz. Agar siz birinchi yillikda o'qiyotgan bolangizning ijtimoiy fan degan darsini o'qib boqsangiz, yerlik davlatning tarixini o'rganib qolasiz va tarixda ko'na tosh qurollar davri, yangi tosh qurollar davri, muz davri degan hukmlarga duch kelasiz. Hikoya degan nima degan savolning javobini boshlang'ich birinchi yillikda bilib bo'lgan bolangizga masligingiz keladi. Hikoya bir kuni deb boshlandi deganlarga qarab tushunib qolasiz. Fanni bilib olsangiz, bolangizning kitobida yana Budda, Xristian va islom dinlarini nihoyatda qiziqarli hikoyalar bilan o'rgatganini ko'rasiz. Mening bolamning kitobida dinlarda mundaq 3 omil bor debdi. Biri payg'ambar va diniy xodimlar bo'ladi ekan. Ikkinchi muqaddas kitobi bo'ladi ekan. Uchinchi ibodat qiladigan yeri bo'ladi ekan. Agar sal yuqori yillikning din haqida tushuntirganlarga qarasangiz, dinlarning hammasida ilohga shartsiz bo'ysunish, dinning amr ma'rufidan boshqani inkor qilish, shu dinnilar haq, shu dinning yo'lini hammani hal qilguvchi deb ishonish, yaxshilik, yomonlik, mehribonlik, qabihlik, bu dunyo, tabliğ, targ'ibot, savob, gunoh degan hukmlar bo'ladi ekan. Agar siz dinlardagi bu qadar o'rtaqliklarni bilmasangiz, mening Uyg'ur buloq degan kitobimda deyilgan Budda diniga doir mazmunni islomni tanqid qildi deb tushunib olasiz. Kitobda deyilgan ayni davrdagi Budda dini sababli kelib chiqqan Uyg'urlardagi tarki dunyochilik, taqdirchilik, bekinmachilik, mazhabchilik, talaychilik, rohibga cho'qinish, butun boshqani rad qilish qatorliq qarashlarni islom deb turib olasiz. Oldi bilan tarix bilan adabiyotning farqini, dinlardagi o'rtaqlikni bilmasangiz, xato tushunib, o'zingizni qiynaysiz. Xato izohlab boshqalarni malol qilasiz. O'zgalarning peshiga xato eslib mang'ini qo'ymaysiz. Uyg'urda fanni umumlashtirish uchun Uyg'ur yor fondi man va degan mavzuda bir yurish kitoblarni nashr qildirdi. Kitob kitob to'riga qo'yib tarqatilyotdi. Agarda bolangizning kitobidan savodlarni o'qish imkoningiz bo'lmasa, shu kitoblardan foydalansangiz bo'ladi. U kitoblarning avtori men emas, qamoqdagi Uyg'ur ziyoli Ahmadjon Juma. Ba'zi do'stlar vatanda yozilgan, avtori qamalgan u kitoblarning ichidagi men va tariximdan bir qism mazmunni o'zib olib, menga qara chaplashga boshlabdi. Kitobni to'rdan haqsiz tushirib o'qiganda, avtori kim, qayerda turib yozgan deganlarni kirish so'zidan bir o'qib chiqing. Ondan azmaysiz. Men haqida xato yozmaysiz. Muajiratga mahkum bo'lganimiz reallik, amaliyat va biz tanlamagan, bizni tanlagan hayot yo'li. Siz bu yo'lni yolg'iz mangsiz. To'g'ri ishni qilib mangsangiz kuchlanasiz. Xato mangsangiz tayinisiz, yelinasiz, kuchuklanasiz. Tilni bilmasangiz tilingiz tutiladi. Tilingiz qisqa bo'ladi. Tilsiz qolasiz. Hunarni bilmasangiz ishsiz, ishonchsiz, jamiyatda o'rinsiz qolasiz. Fanni bilmasangiz millatingizni, hayotni, dunyoni va siz turayotgan davlatni yaxshi tushunolmaysiz. Hodisalarni, hukmlarni yaxshi tushunib yetolmay, tushuntirib bo'lolmay qiynalg'achqa ruhingiz haridi. Dilingiz o'rinsiz azor yegandek bo'lib qolasiz. Balangizga bilimsiz, o'zingizga qadrsiz, jamiyatga nafratlik, qarindoshlaringizga o'chman bo'lib qolasiz. Shunga til o'rganish, hunarlarni o'rganish va fanlarni o'rganish
sizni hamma yerda olqishliq, ishonchlik, iqtidorli qiladi. Yuqorqi 3 ishni izchil qilib mangsangiz, muajiratda ojiz Uyg'ur emas, kuchli Uyg'ur bo'lishga tirishayotgan bo'lasiz. Bu sizning Uyg'urning kuchli millat bo'lishiga qo'shayotgan töhfangiz bo'ladi. 2020 yil 6 oyning 6 kuni.